Koreys qo'shnilar bordi keldi qilishmaydi deb o'ylasangiz qattiq adashasiz. O'zbekistonda Arafa bayramida qo'shnilarga osh tarqatilsa, Koreyada eski Yangi yil bayramida qo'shnilariga atagan narsalarni olib chiqib berishadi. Bugun Kariz xolamizni tug'ilgan kuni bo'lganligi uchun bizni uyga to'rt olib kelib nishonlab chiqib ketishdi. 2 yoshli o'g'limni qornini qaranglar, ishtahasiga ko'z tegmasin. Tug'ilgan kuningda nishonlamasdan meni olmamni ber. Biz bu yoqda nima g'amda-yu, itimiz u yoqda nima g'amda. Har yili Kariz xolamiz bilan pochchamiz tug'ilgan kunlarida o'zlari nishonlashar edi. Bu yili nimagadir uyimizgacha to'rt ko'tarib chiqishibdi. Ish qilib tinchlikka bo'lsin. Kariz xolamizga halol sertifikati bor jellili kollagen berdim. Qaynonam esa qanchadir pul berdilar. Koreyaning tortlari umuman yoqmaydi, chunki ichiga juda ham ko'p krem qo'shishadi. Lekin 2 yoshli o'g'limga juda ham yoqib tushadi, chunki keksiga qaraganda kremini ko'proq yaxshi ko'radi. Bitta tortni 4 kishi paqqos tushirdik. Shuna qilib Kariz qaynonam dasturxonlarni yig'ishtirib qo'ydi. Biz esa maza qilib o'yin o'ynab o'tirdik. 2 yoshli o'g'lim Kariz pochchamizni o'yiniga ishqiboz bo'lib qolgan. Har safar uyimizga chiqishsa, har xil qo'shiqlar qo'ydirib o'ynatishga harakat qiladi. Kariz pochchamiz ham erinmasdan nevaralarni hamma aytganini qiladi. Yaqinda Kariz xolamiz bilan pochchamiz baxshiga borishgan ekan. Topinglarchi, nimani niyat qilib kelishibdi. Bu gapni Kariz qaynonam eshitib juda ham xafa bo'ldilar.